Hozir navbatdagi mehmonimiz bilan sumalakning foydali xususiyatlari, foydali jihatlari borasida suhbatlashamiz. Nafaqat sumalak, balki bahorda sevib iste'mol qilinadigan ismaloqning ham foydali tomonlari borasida biz fikrlarga ega bo'lishimiz, tavsiyalarga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa tibbiyot fanlari nomzodi, hurmatli mehmonimiz Yulduzxon Masharipova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xush Bahor ayyomi muborak bo'lsin. Rahmat. Mana siz ham milliy liboslarda, milliy kiyimlarda, bahoriy kayfiyatda dasturimizda ishtirok etyapsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Men ham sizlarni tabriklamoqchiman. Bir emas, ikkita bayramimiz muborak bo'lsin. Ramazon hayitimiz va bahor bayrami albatta. Bu ko'p yillar mobaynida birgalikda kelmaydi. Mana necha yil bo'ldi birgalikda kelish, hammaga qo'shaloq bayram, sog'lik, salomatlik, baxt, totuvlik va boylik olib kelishini tilakdoshiman. Omon bo'ling deymiz. Xo'sh, dastlab qaysi yegulik haqida suhbatlashamiz? Sumalak yoki ismaloq? Ixtiyoringiz qaysi bo'lsa. Keling, sumalakdan boshlaymiz. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi sumalakni? Albatta, sevib iste'mol qilamiz oilamiz bilan birgalikda. Keling, unda oldin foydali xususiyatlari haqida siz bilan suhbat bo'ladi. Albatta. Uning tarkibida nimalar bor endi? Bu mahsulotimiz tarkibi juda tabiiy, ko'p vitaminlarga boy mahsulot hisoblanadi. Chunki buni tarkibida vitamin B kompleks, qand miqdori, temir miqdori, oqsil miqdori ko'proq hisoblanadi va vitamin C. Chunki bilasiz, bu mahsulotimizni mana zamonaviy tilda aytsak energetik deb aytamiz, tabiiy energetik. Buni iste'mol qilgandan keyin ovqat yeyish ham kerak emas. Bilasiz, juda tarkibga boy mahsulot bo'lganligi sababli mana bu mahsulotimiz ko'plab sevib iste'mol qilishadi. Iste'mol qilganda 7 yoshdan 70 yoshgacha sevib iste'mol qilishadi. Chunki bu mahsulotimizda chegara o'rnatilmagan. Bilasiz, har bir mahsulotni mana foydasi bo'lgan bilan ko'pi zarar. Bilasizlar, me'yordan oshib ketsa, har bir narsani o'zini zarariga olib keladi. Endi bu mahsulotimiz ko'p kasalliklarda darmondor hisoblanadi. Oshqozon ichaklarimiz faoliyatini yaxshilash uchun mana kabziyat kasalliklarimiz bor, yallalanish kasalliklari bor. Shu kasalliklarga qarshi kurashadi. Yana qandli diabet kasalliklarimiz bor, bilasizlar, saharni diabet deymiz. Ular ham iste'mol qilishi mumkin, hattoki. Lekin me'yorida. Bizlar misol uchun 10 ta qoshiq iste'mol qilsak, ular 3 ta yoki 5 ta iste'mol qilishlari mumkin. Chegarasi o'sha bilan foydalanilgan. Endi bu mahsulotimizni yana bir mahsulot bilan tenglashtiriladi, har doim shokolad bilan, to'g'rimi? Mana tarkibiy jihatdan bular bir-biriga o'xshash, lekin farqi buni kaloriynosti, ya'ni tarkibi bo'yicha foydaliligi buni tabiiy mahsulot pishgan, bunda tabiiy mahsulotlar yo'qligi bilan farq qiladi. Buni ko'p iste'mol qilish mumkin emas, buni iste'mol qilish mumkin. Kaloriyni shokoladimizda 5 kalni tashkil qilsa, bunda 140 kalni tashkil qiladi. 100 milligacha. O'shasi bilan farq qiladi. Bilasiz, shokoladni ko'p bemorlarimizda yoki sog'lom bolajonlarimizda allergik reaksiya olib kelishi mumkin. Bunda nisbatan kamroq, o'shasi bilan farq qiladi. Shuning uchun mahsulotni iste'mol qilganda tabiiy mahsulot iste'mol qilishni tavsiya qilardim hammaga. Deyarli hamma iste'mol qilsa bo'ladi. Hamma iste'mol qilsa, faqat me'yorida. Me'yorida. Shu bilan birgalikda qorinni to'q tutadi. Ertalab ozgina sumalak tanovul qilsangiz, bemalol energiyaga to'lib non yurasiz. bilan iste'mol qilsak ham bo'ladi. Albatta. Energetika baland bo'lsa ham energiyasi non bilan iste'mol qilishimiz mumkin. Ajoyib. Endi sanaymiz desak, aytamiz desak, sumalakning foydali jihatlari juda ham ko'p, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin unchalik ko'p mahsulot ham ketmaydi. Albatta. 3-4 ta mahsulotdan bo'ladigan tabiiy ovqat. Shularni shu qo'shilishi birikmasi asosida tayyor bo'ladigan sumalakni yuqorida aytganingizdek foydali, inson organizmi uchun foydali jihatlari, xususiyatlari juda bisyor. Ayniqsa shu bahor mavsumida sumalakni pishirilishi, sumalakning tayyorlanishi ham bejizga emas. Chunki yuqorida aytib o'tdingiz, sanab o'tdingiz ularni foydali elementlarni. Aynan shu bahorda inson organizmi uchun kerak bo'ladigan immunitetni shakllantirishda o'rni juda ham muhim. Albatta. Bitta nojo'ya ta'sirini aytib o'tishim kerak. Chunki bilasiz, bug'doy tarkibida qand mahsuloti bor, to'g'rimi? O'sha qandga nisbatan allergiyasi bo'lgan odamlarga iste'mol qilish mumkin emas. Chunki bu qand bilasiz tomoq qichishi, achishi va hokazo nafas qilishgacha olib borishi mumkin. O'shaning uchun o'sha joyini o'ylanib yesanglar, bemalol iste'mol qilish mumkin. Kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Keling endi ismaloq xususida. Ismaloq. Bu mahsulotimizdan bahoriy
lekin mana bozorlarimizda bilasiz, yil davomida topishimiz mumkin bu mahsulotni. Yil 12 oy topiladi. 12 oy topiladi, ha. Juda arzon mahsulotimiz va juda foydali hisoblanadi. Bilasiz, ismaloq shpinat deb yuritiladi, to'g'rimi? Uni tarkibida temir, ferritin, vitamin C, magniy, fosfor va temir, sink kabi mahsulotlarimiz juda ko'p. Buni vazifasi mana bahorning erta oylarida iste'mol qilishimizga sabab, boya aytib o'tdingiz o'zingiz, yana takrorlayman, immunitetni oshirish, antioksidantlik kuchaytirish va kasalliklarga qarshi kurash. Bilasiz, mana mavsumiy kasalliklarimizda ORV gripp anaqasi kasalligi ko'p uchrab turibdi hozir. O'sha kasalliklarga qarshi kurashda juda keng foydalaniladi. Bilasiz, mana yaxshi va erta pishadigan mevalardan oldin iste'mol qilinadi, chunki mevalar pishishini kutib o'tirishimiz mumkin emas. Chunki kasalliklarga qarshi kurashimiz, qon ko'paytirishimiz kerak. Endi bundan tashqari bu mahsulotimiz yana oshqozon ichak kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari, hattoki bo'g'im kasalliklarida ham iste'mol qilinadi. Misol uchun mana Ibn Sino bobolarimiz ko'proq shpinatimiz, ya'ni ismaloqni oshqozon ichak kasalliklarida ko'p foydalanganlar. Mana qabziyat, ich kelmasligi, ich tutilishi va qon miqdorini kamayishi yoki operatsiyadan keyingi holatlarda mana darmondorsizlik yo'qotish maqsadida yoki quvvatni oshirish maqsadida bu ismaloqimiz ko'proq iste'mol qilingan. Iste'mol qilish, misol uchun oshqozon ichak kasalliklarida mahsulot olinadi va qaynatiladi. Qaynatilib, dimlanib qo'yilib, kuniga 5-6 martadan yarim stakandan ichilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Va bu kasalliklardan davolanish tezroq 10-15 kun ichida davolanib ketganlar. Nojo'ya ta'sirlari yo'qmi? Nojo'ya ta'siri yo'q, faqat mana bilasiz, zeli yoki mana ko'katlar turiga kirganligi sababli ichakni nozikligi, ferment yetishmovchiligida ich ketirish xususiyatiga egadir. Bilasiz, surgi vazifasini bajaradi bu mahsulotimiz. Keyin qon tomir kasalliklarida va nafas yo'l kasalliklarida juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Chunki buni tarkibidagi vitamin C foizga bo'lib olsangiz, 40-30% tashkil qiladi. Vitamin C bilasiz, antioksidant, yashash xususiyatiga ega va bu qon tomir devorini yaxshilash natijasida har xil qon ketishlar, qon tomir o'tkazuvchanligini pasayishi va vitamin K ga ko'p bo'lganligi sababli jigarda vitaminni ishlab chiqarishni faoliyatini kuchaytirib berish xususiyatiga egadir. Endi ismaloqdan bir emas, bir necha xil taomlar tayyorlanadi, yeguliklar tayyorlanadi. Somsalar, go'mmalar, baraklar, chuchvaralar, umuman olganda ismaloqdan ayollarimiz, opa-singillarimiz juda unumli foydalanishadi, to'g'rimi? Mazali ham. Mazali, nima tayyorlanmasin, baribir sevib iste'mol qilinadi. Chunki uni ta'mi ham o'zgacha, foydasi ham o'zgacha, ko'rinishi ham o'zgacha, baribir ana shunday bir yeguliklarni, taomlarni iste'mol qilsangiz, bahoriy kayfiyatingizga yana ham ko'tarinkilik qo'shiladi. Kerakli ma'lumotlar uchun rahmat. Har doim mana shunday kerakli ma'lumotlar, maslahatlarni berib borasiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Va yanagi dasturlarda yana kutib qolamiz. Uchrashguncha. Omon bo'ling deyman.